Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugungi siyosat maydoni suhbat programmamizga xush keldinglar. Bugungi programmamizda Turkiyaning Istanbul shahriga joylashgan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining bosh kotibi Musajon apandi bilan o'tkazgan suhbatimiz huzuringizda bo'ladi. Qani diqqatinglar ekranda bo'lsin. Assalomu alaykum Musajon apandim. Sizning mushu 5-yo'l voqeasiga bo'lgan ko'z qarashlaringizni televiziyachilarimizga bir anlatgan bo'lsak, sizning bu vaqtdagi ko'z qarashlaringiz qanday? Bak bir so'z aytgan bo'lsangiz. Rahmat. 5-yo'l Urumchi qirg'inchiligi, ya'ni Uyg'ur xalqininki 60 yildan beri tunji qatim bir vahshiylik ilib berilgan bir qirg'inchilik deb qarayman. Chunki bu qirg'inchilikni yana Xitoy Uyg'urlar ustidan elib berilgan bir qirg'inchilik. 60 yildan beri Xitoy gerçi birdan ikkidan yana ayrim o'ltirib kelayotgan bo'lsa-mu, bu qatimqi 5-iyul Urumchi qirg'inchiligiga qarta yana bu 60 yil ichida bunchalar bir vahshiylikni yana ochiq oshkor yurgizmagan edi. Bu qatimqi bu qirg'inchilikni yana o'ylamgan bir yana biz hech kutmagan bir vahshiylik deb qarayman. Yana bu Xitoyniki Uyg'urlarni yo'qotish uchun elib berilgan milliy yana qirg'inchilik deb qarayman. Yana bu yana bir tarafdan Xitoyning 60 yildan beri elib borgan Uyg'urlar ustidan elib borgan bostirish siyosatlari, zulm iskanjalari, nahaq adolatsizlik, chetga qiqish, millatchilik qilish siyosatlariniki natijasi deb qarayman. Shuning uchun Uyg'ur xalqi garchi shunday bir echinishlik shunday bir 21 asrda dunyo taraqqiy qilib, madaniyatlar qurilib, shunday butun dunyo yana inson parvarlikka yuzlanayotgan bir paytda Uyg'urlar ustidan elib borgan bunday bir vahshiy qirg'inchilikni hech qanday bir inson qabul qila olmaydi. Shu jumladan bizmi qabul qila olmaymiz, Uyg'ur xalqimi hech qachon Xitoyniki bunday qirg'inchilik elib berishiga bundan keyin ruxsat qilmaydi, ham qabul qilmaydi, ham Xitoy bunday o'ltirib yo'qtaman degan qor niyatiga hargiz bosh egmay, yana Uyg'ur xalqi o'zining mustaqillikqa, erkinlik, ozodlikqa erishish uchun davomli Xitoy bilan bo'lgan ko'rishni davom qildi deb qarayman. Ko'p rahmat. Musajon apandim, mening bilishimda siz hozir mushu Sharq Turkiston ma'rif hamkorlik jamiyatining bosh kotibi, ham shundaqla mushu tor tashviqot xizmatlariga sizning mas'ul ekanligingizni anglayapman. Siz hamda mush 5-yo'l voqeasi ning kelib chiqishida mushu tashviqot sohasida, ya'ni bu tor orqali taqlayotgan xabarlarning masalan qanchalik bir unum bo'ladi, masalan voqeaning kelib chiqishiga qanday bir ta'sir ko'rsatdi va voqeadan keyinmi masalan hozir shu Turkiyaga va boshqa yerlarga anglitishga shu tor tashviqotining qanchalik muhim rol o'ynayotganligi haqida bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Bu tashviqot sohasida yana har xil shakllar elib berildi. Ba'zilar televizor orqali, ba'zilar radio orqali, ba'zilar gazet jurnal orqali tashviqot elib berildi. Tashviqot yana bir xalqning, bir millatning yana asos kuchining biri deb qarayman. Chunki har qanday bir davlat asosli tayinlagan 4 cho'ng kuch bor. Buning birisi tashviqot, axborot sohasi, yana birisi siyosiy soha, yana birisi ma'rif, yana birisi iqtisod, ma'rif. Mushu 4 kuchninki birisi tashviqot bo'lganligi uchun yana bu bek muhim bir nuqta deb qarayman. Bizningki yana Uyg'urlarga nisbatan yana bizda xalqaralashgan o'lchamlik bir tashviqot hozirgacha yo'q. Chunki bizda hech qanday u jihatda biz Xitoyniki shu ma'rifimizni o'zimizni xohlagan bo'yicha elib berilmaganligi uchun bu sohada yetishgan yoshlar bo'lsa-mu, ziyolilar bo'lsa-mu, ammo bizga u vaqtda ketadigan yetarlik mablag' va iqtisodiy jihatdan yolg'iz qolganligimiz uchun hech qanday bir tashviqot vositasi hozirgacha yana xalqaralashgan bir tashviqot organimiz yo'q. Bu bizningki bir Uyg'ur xalqininki eksikligi. Navbatda biz tashviqot vositasida qanday tashviqotlarni qo'llanib davoni Sharq Turkiston masalasini to'ntatyapmiz degan savol kelsa, biz bu jihatda
gerçi imkoniyatimiz yetse biz bu radyolarni qurib, televizorlarni qurib, shu jihatda boshqa millatlarga o'xshash o'zimizni tanishtirib, masalamizni anglatib, dunyoga shunday qilsak yaxshi bo'ladi. Bu butun bir Uyg'ur xalqining ehtiyoji deb qarayman. Ammo navbatda bizda u jihatda imkoniyatimiz, shart-sharoitimiz yor bermaganligi uchun qo'limizdan kelishicha nima bilan tashviqot qila olamiz deganda, yana mablag' sarf qilmay, chiqim uchratmay, chiqim bo'lmagan holatda faqat internet tur orqali tashviqot qilg'ili bo'ladigan bir usul yangidan yana bir 95-yildan beri shunday bir internet turi o'tirib chiqdi. Bundan bizim foydalanib yana tashviqot qilishga tirishyapmiz. Qo'limizdan kelishicha Sharqiy Turkiston davosini anglashga tirishyapmiz. Yani bu internetga bir boshqa tashviqotlarga qaraganda yana alohidligi bor. Bu alohidlikning qanday degan vaqtida yana masalan radioda birsi 1 soat programmani anglatgan bo'lsa, shu anglatgan vaqtning o'zida ochmasa, boshqa vaqtida olsa anglamaydi. Ammo internet uchun shunda 1 soatlik programmani internetga qo'ygandan keyin kim qachon vaqt chiqqan vaqtida echib o'qib, undan xabarini oladi. Ham biri yana vaqtliq boshqa bir o'rinda yuz bergan voqealiklar yan bir o'ringa yetib berishi intayin tez, yana 1-2 minut ichida shu voqea shu boshqa yerga yetib berishda, yani internet vositasini qo'llanish bu internetning bir alohidligi. Shu sababdan biz shu Sharqiy Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyati bo'lish sutimiz bilan torbet ochib 2007-yilda torbet ochgandik. Bu torbet orqali o'zimizningki oldi bilan shu jamiyat faoliyatlarini tunishtirish, Sharqiy Turkistonga aloqador xabarlarni e'lon qilish, maqola e'lon qilish degandek sohalarda qo'limizdan kelishcha tirishib kelyapmiz. Yani bu torimiz orqali xalqimizga shu uchur yetkazishga, tashviqot qilishga xizmat ishlab kelyapmiz. Bu bizningki bir turlik faoliyatimiz. Biz agar sharoitimiz yetsa, bizim o'ylab qolamiz, arzu qilamiz, bir radio qura olsak, televizor stansiya qura olsak, bizning Uyg'ur xalqining davosini xalqaralashtirish uchun cho'ng tashviqotlarni qilib, o'shunda boshqa millatlarga o'xshash, xuddi yana Filistin masalasi, shunga o'xshash bir qancha Kashmir masalasiga o'xshash bizning masalamizmi xalqaralashsa, VDTda o'tirib qo'yilsa degan shuni umid qilamiz. Buning uchun biz asosli o'zimizni tanitsak dunyoga tunutish uchun tashviqotni qilsak bo'ldi ekan. Tashviqot qilish to'g'ri keldi, ammo bizda hozirgacha bir o'lchamlik yana bir televiziya stansiyamiz yoki shunga o'xshash bir axborot vositamiz bu yo'qligi, bu Uyg'ur xalqining bir eksiklikligi, kamchilligi. Buni yana shunda bir tashviqotni Uyg'urlarning bir fidokorlik ko'rsatib, bunda bir o'tirib chiqarishni umid qilaman. Uyg'ur xalqiga buni bir o'zining bir mas'uliyati deb, shunday sharoitda bog'la, shunday ishlarni, shunday tashviqot bilan shug'ullanishlarga yoriylikda bo'lishini umid qilaman. Hozir Turkiyada yani Uyg'urlarga nisbatan nəhayət bir esdaşlıq bo'layotdi degan gaplar yani o'tirg'i chiqdi. Yani bo'libmi 7-oyning 5-kunidan keyin Turk hukumatı Turk xalqi Uyg'urlarga nəhayət yordam beryotdi. Turk hukumatı Uyg'urlarga vatandoshlik beryotdi. Yani bu yerda ba'zi pasporti bo'lmagan Uyg'urlarga pasport beradi deganda gaplar chiqdi. Masalan, qaysi shakllarda yordam beryotdi? Sizlarcha bu yordamlar yetarli bir yordam deb qaramsiz Turk hukumatining Uyg'urlarga berayotgan yordamini? Yani Türkiye hükümeti bu yerdeki Uyg'urlar emas, haqiqatan 5-iyul Urumchi qirg'inchilik voqeasi bo'lgan vaqtida yana Sharqiy Turkistonga nisbatan tarixiy bir maydonni o'tirib qo'yib, Xitoyga bu vahshiylikni to'xtat deb chaqiriq qildi. Bu biz Uyg'ur xalqi uchun tarixiy bir yordam, tarixiy bir ko'ngil berganlik deb qaraymiz. Ondan keyin Türkiye hükümeti bununla çekilinip kalmay, hatta bu meseleni xalqaralashtirish, VDT'de o'tirib qo'yish uchun tirishib kelyapti Türkiye hükümeti, hozirgi hükümet. Ondan boshqa Uyg'ur xalqiga nisbatan Türkiye alayida ko'ngil berayotgan bir hükümet bo'lganligi uchun biz bunga intayin teşekkürimizni aytamiz. Biz bularga qilgan g'amxo'rligiga yana cheksiz minnatdorligimizni bildiramiz. Chunki bular o vatan ichidagi bo'lgan voqealarga bayonot berib qo'yishlardan chekinib qolmay, Turkiya ichidagi Uyg'urlarning qanday qiyinchiliklari bor, qanday masalalar bor, mushularni anglab, navbatda Uyg'ur xalqiga yana Turkiyada yashayotgan butkul Uyg'urlarning iqomat yo'qlariga iqomat berish,
vatandaşlık yana Türk garajdan bo'lmaganlarga garajdanlık qabul qilishdan iborat shunda bir xizmatlarni olib beryotdi. Undan boshqa Turkiyaning ijtimoiy tashkilotlari bor. Bu tashkilotlarmi yetarli darajada Uyg'ur xalqiga ko'ngil bilib, yig'in murosimlar uyushtirib, namoyish faoliyatlar olib beryotdi. Biz bunday aytganda Türkiye xalqidan memnun. Türkiye xalqiga biz haqiqatan nima desak, ozlik qildi bu shukronlarimizni. Bularni ayblashga hech qanday haqqimiz yo'q. Bular qo'ldan kelganini qildi, ham bundan keyin qildi deb umid qilamiz. Turkiyada İstanbulda yashayotgan Uyg'urlarning ko'pincha burun iqomat yo'q, unda yashaydi, vatandaşlıkka olamaydi. Mana bu voqea bo'lgandan keyin Turkiya xalqiga g'amxo'rlik qilib, bu sharoitlarni yaratib beryapti. Bizga garchi Turkiya hukumati uzoqdan bo'lsin, yaqindan bo'lsin, Sharq Turkiston tashkilotlariga qanday faoliyat qilaman desa, qanday yig'in murosim uyushtirman desa, nimani qilaman desa da'vo uchun uni ruxsat qilib kelayotdi. Eng muhim bo'lgan nuqta bu, biz bundan chonqur Turkiya hukumatiga rahmat aytamiz. Ko'p rahmat Musajon efendim. Oxirida shu Erik Tor televiziyasi nomidan, ya'ni shu vatan ichi va sirtidagi shu programmamizni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lgan qarindoshlarimizga deydigan qanday bir yurak so'zlaringiz bor? Men aziz vatandoshlarımga deydigan so'zlarim, biz boshqa millatlarga qaraganda Xitoy bizni nihoyat zulm ichida ezib, shunday iskenja har xil turda jazolab shunday qilganlik uchun biz dünya medeniyetinden, dünya medeniyet seviyesinden uzakta kalan bir millet ekanmiz. Men chet el chiqqandan keyin buni his qildim. Shu sababdan bizde mas'uliyatsizlik deydigan bir illat bor deb qarayman. O'zim tatib tekshiraman bu vaqtda. Chunki boshqa millatlar har qanday ishni qilsa, bir guruh bo'lib, jamoat bo'lib, tashkilot bo'lib, shu tashkilotning boshlig'i bilan hamkorlashib, davomli shular bilan birlikda yashab, birlikda faoliyat qilib o'tadi ekan. Ammo bizdan ba'da unda tashkilotlar bor, jamoatlar bor, unda faoliyat qilayotganlar bor. Bunday aytganda o'zining shaxsiy mas'uliyat yetarlik deb qaramayman bizniki xalqimizda. Chunki chet elga chiqqan ko'pincha Uyg'urlar har qaysi davlatlarda yashayotadi, ammo Uyg'ur xalqi uchun vatanda qanchalik zulm bo'layotganini bilib turib, ularningki chet elda elib berayotgan siyosiy faoliyat elib berayotgan tashkilotlarga yaqinlashmay, ularni qo'llamay, ularga hamkorlashmay kelayotgan insonlarimiz hali yetarli bor har qaysi davlatlarda. O'z yolg'iz yashab o'tadi, lekin bizningki jamoatga, tashkilotga yoki shu Uyg'urlar haqida elib berilgan yig'in murosimlarga qatnashib bermay, garchi sharoiti bo'lsa-mu, ashundan uzoq turayotgan qarindoshlarimiz bor. Bu qarindoshlarımızga men samimiylik bilan shuni iltimos qilamanki, dunyoning qanday yerda bir Sharq Turkiston haqida, Sharq Turkiston davosini anlatadigan haqida bir faoliyat bo'lsa, shuningga o'zining bu mening bir Uyg'ur bo'lganligim uchun bu mening bir mas'uliyatim. Men shunga hamkorlashib, shunga qatnashib, boshqa qarindoshlar bilan hamkorlashib bir qilmasam, bu men mas'uliyatsizlik qilgan bo'lman degan his tuyg'u kelishini umid qilaman. Ondan başqa bütün dünyadaki faoliyat qilayotgan bütün Uyg'ur liderlerimizga, Uyg'ur qarindoshlarımızga samimiy salom yo'llayman va ularningki bundan keyin to'xtab qolmay davomli davoni Sharq Turkiston masalasini xalqaralashtirish uchun qo'ldan kelishicha tirishchilik qilib, buni yana bir shaxs uchun yoki bir tashkilot uchun emas, o'ziningki Uyg'ur musulmon bo'lganlik mas'uliyati, majburiyati deb qarab xizmat qilishni tavsiya qilaman. Ko'p rahmat sizga. Sizning bundan keyingi hayotingizga utuqlik va turmushga salomatlik tilayman.